Men hech qachon orgazm bo'lmaganman. Faqat erimni qoniqishi uchun yaqinlik qilaman. Orgazm o'zi nima degani? Bu tana bilan ruh uyg'unlashib, erkak bilan haqiqatda jinsiy yaqinlikda uyg'unlashib, birlashib ketadi degani. Bu orgazm degani tana va ruh birgalikda to'liq his qiladi degani. Fiziologический holatda bu. Oppoq bulutni ichida suzib yurgandek bo'lishingiz kerak. Bu narsa keyin tez o'chib qolmaydi. 1-3 sekund ichida o'chib qoladigan bo'lsa, bu orgazm hisoblanmaydi. Bu qisqa vaqtda chaqnash sodir bo'ldi degani. U orgazm degani to'liq hamma joyingiz ozuqa oladi, hamma joyingiz bilan his qilasiz. Hattoki aytyapman, sochingiz uchidan tirnoqlaringiz uchigacha his qilib, haqiqatda rohat olasiz. Energiya uyg'onishi, mana sog'lom hayot asosi deb berilgan bu yerda haqiqatda bizni ozuqa olishimizda bu ayollarga kerakli narsa. Stress va psixologik to'siq, tanangizni tushunmaslik, shunga o'xshash qanaqadir orgazm ololmaslik asablarimizga ta'sir qiladi. Asablar tugul ruhiy holatimizga ham ta'sir qiladi. Men ayol kishimanmi o'zi, nimaga men jinsiy yaqinlikni xohlamayman? Yoki hozir kommentariyaga ko'zim tushib qoldi. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz Tilsor opa? Men sizni kursingizda o'qiganman. Men uchun bir umrlik foyda bo'ldi debdi. Rahmat. Va alaykum assalom. Zo'r nima bo'ldi? Menga qanaqadir xursandchilik bo'ldi. O'zim o'quvchim yozdi. Rahmat, vaqt ajratib yozganingizga juda ham xursand bo'ldim. Qaranglar. Asablarimizga ta'sir qiladi. Qanaqadir nervli bo'lib qolamiz. Yoqmaydi, hech narsa yoqmaydi. Hamma narsadan norozi bo'lamiz. Xuddi hamma baxtli, faqat men baxtsizman. Erim ham faqat mendan foydalanish uchun uylangan. Menga e'tibor ham qilmaydi deb norozi bo'lib yashaymiz. Xo'p, bu norozilik keyin nima bo'ladi bizda? Qanaqadir erkak kishidan sovish, уже jinsiy yaqinlikka xohish yo'qolib ketadi. Shu sabab ham erkak kishi bu narsani ich-ichidan his qilib turadi. Erkak kishi bizga o'xshab haligi hamma narsani aytib, gapirib chiqarib olmaydi-da. His qiladi, lekin aytmaydi. Ich-ichidan his qilib turadi. Endi qaranglar, bu his qilib turgan inson nima bo'ladi? Sizdan qoniqmayapti. Siz qoniqmayotganingizni ko'rib turibdi. Uje erkakdek o'zini his qilmaydida. Boshqasi bilan balkim yaxshi bo'lar degan, men shunchalik erkakligim tushib ketdimi? Impotent bo'lib qoldimmi? Yoki bir buyum sifatida bir narsaga yaramaydigan erkak bo'lib qoldimmi deb boshqasiga ketishiga aynan shu sizdagi holat ham sabab. Qarang, biz doim erkak kishini ayblaymiz, lekin o'zimizdan ayb qidirmaymiz. Nima uchun men orgazm olmayapman deb ichki urushlar ketadi, ichki jang ketadi. Bu narsani albatta erkak kishi ko'rib, bilib, his qilib turgandan keyin sizni ichki holatingiz, masalan, tana bilan tana uyg'unlashib bila qolmaydi. Ruhiy uyg'unlashish ham bo'ladi. Shunda rosa his qiladi. Ich-ichidan his qilib, buni sizga ayta olmaydi-da, lekin his qilib turadi. Shu narsa ko'chaga chiqib ketishga yoki boshqasini istashga, demak, ayolim mendan qoniqmay qopti, men erkak bo'lmay qopman, qani boshqasini ko'ray degan narsa. U ham balkim qoniqmas sizdan. Siz o'zingizdan o'zingiz qoniqmayapsiz-ku. Erkak kishi вообще qoniqmayotgan bo'lishi mumkin. Faqat sizga aytmaydi. Qarang, baribir siz sabab erkak kishi xiyonatga chiqyapti. Masalan, uydagi halol ayoli qolib, o'sha tashqariga halolmas ayolga intilishga siz majbur qilib qo'yapsiz. Qo'pol qilib aytganda, ochig'ini aytganda, siz sabab tashqariga chiqyapti. Shuning uchun ham biz o'zimizga e'tibor berishimiz kerak, intim zona bilan ishlash kerak. Agar orgazm olyapman deyotgan ayollarda ham bilmayman, garantiya yo'q. Ularning vaginasi mustahkamligiga, sezgirli shu 8 mingta nerv tola shu joyda polniy aktiv ishlayotganiga garantiya yo'q. Ular balkim klitoris stimulyatsiyasi orqali
orgazm olyaptimikin, yana bilmadim. Xo'p, erkak nima uchun xiyonat qilishini bildik. Biz aybdor ekanmiz. Baribir masalan, inson boshqasini ayblab o'tirgandan ko'ra, erim yomonligidan meni tashlab ketdi degandan ko'ra, ayb o'zingizdan qidiring. Qani menda nima xato ekan deysiz. Bahonada o'zingizni sog'ligingizga e'tibor berasiz, o'zingiz ustingizda ishlaysiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortadi. Ming sizga xiyonat qilsa ham, lekin o'zingizdan довольныйsiz. Ich-ichingizdan o'zingizdan rozisiz. Ya'ni siz hamma joyingizga bir xil uходlaringizni qildingiz. Bunaqa holatda agar erkak mabodo xiyonat qiladigan bo'lsa, uni o'zida ayb bo'ladi. Masalan, siz hamma ehtiyojini yopib qo'ydingiz. Pastelda masalan har xil harakat qilishadi, yoki har xil penyuar olib kiyasizlarda, pul sarflaysizlar. Dekorlar qilgani, uylarni yasatib, penyuarlarni kiyib, har xil manaqa arzongina bir narsalardan foydalanib, ichkarini ishirib, keyin pul sarflaysiz, tashqi ko'rinishingizga, sochlaringizni rangiga qaraysiz, makiyajlaringizga qaraysiz. Bu narsa endi xo'p, shu shahvatini qo'zg'atdingiz, mana dekor qildingiz, spalnini yasatdingiz, o'zingiz chiroyli kukla bo'lib kiyinib oldingiz, penyuarlaringizni kiydingiz, skrablar, losyonlar, qanaqadir kremlar surib, shirin bo'lib oldiga kirdingiz. Hissiyot yo'q. Shuncha tayyorgarlik, hamma harakatlaringiz zo'r bo'ldi, uni massajlar qildingiz, ko'nglinga yo'l topishni istadingiz, lekin ko'pchilik yozadi-da, nimaga ertasiga yana avvalgi holatda настроенияsi yo'q, menga yaxshi gapirmagan, yo yaxshi gapirsa ham birpas gapiradi, yana shu eski sayishlari, bitta gaplar bilan sayib oladi-yu erkak kishilar. Shunaqa holatini yana недовольный bo'lyapti mendan. Nimaga deydi. O'zingiz topingchi, qani nimaga ekan? Nimaga? U erkak kishiga bu tashqaridagi go'zallik, sizni kiyib olgan to'rli kiyimlaringiz kerak emas. Attirlaringiz ham kerak emas. Falon pulga olib sepasizlar-ku, attirlar ham kerak emas. U aynan shu tochka kerak. U tochka ham zo'r bo'lishi kerak. Shu erkak kishiga ba'zida erkaklarga qarab turib rahmim keladi. Chunki ularda tanlov yo'q. Agar jicha pul topib, shunaqa zo'rini istab qolsinchi, u birinchi ayoli shunday bo'ynidan tortadi, uyga o'tkazib qo'yadi. "Nima qilyapsan? Sen qayoqqa ketyapsan? Menga chidaysan" deydi. U sho'rligam, mana erkak kishilarni avvalgi darslarimda ham aytardim. Ko'chaga chiqdi degani, o'ynab, o'yinga tushib, mazza qilib pulni sizga olib kelyapti degani emas. Stress bo'ladi, kuchli stress bo'ladi. Har bitta sohada jang ketadi. Masalan, shofyor deysizmi, quruvchi deysizmi, arxitektor deysizmi, biznesmen deysizmi, shifokor deysizmi, masalan, operatsiyada ishlaydigan, nozik ishda ishlaydiganlarda ham konkurent qancha? Konkurent juda ko'p. Ular bilan jang qiladi u yerda. Jang orqali pulni topib keladi. Biz ayollarni qo'yib bersa, stressga chidolmay qolamiz. Erkak kishining asablari shunaqa mustahkam bo'ladi. U stressdan chiqib, pul topib kelgandan keyin stressini chiqarish kerak. Har kunlik stressni chiqarish kerak u. U robot emas, ichiga yutib yurgani. Masalan, sizga baqirsa ham, uxlab tursa ham, boshi og'risa ham yoki qanaqadir oshna og'aynasi bilan choyxonaga borsa ham stress chiqmaydi. Ularni bitta-yu bitta nozik tarafi bor, faqat pastelda chiqaradi. Bizga o'xshab yig'lab, siqtab yoki bolalarga baqirib, eriga baqirib, urishib, qanaqadir to'polon qilib yoki g'iybat qilib chiqarishi iloji yo'q. Ularga faqat bitta-yu bitta shu nozik joyi berilgan. Shuning uchun ham pulini yig'ib terib, shartta uylanadi, halol qilib oladi. Shu haloli bilan yaxshi yashamoqchiligi uchun. Xo'p, qizlar, erkak kishiga sal mehr bersang, mushukka o'xshab orqasini silab qo'ysang, senga yaxshi bo'lib qoladi degan gaplar shu joyda ishlaydi. Chunki hazakam narsa kerak emas. U ham ongli inson, u ham ko'chaga chiqib pul topishni bilyapti, ishini yurgizishni bilyapti, boshqa sohalarda zo'r o'zini ko'rsatib qo'yyapti. Tanish-bilishlarini oldida, masalan, erkaklar o'zi tengqurlarini oldida o'zini ko'rsatishni bilyapti. Chunki u jamiyatda o'zini o'rnini topgan inson.
Endi siz bu insonga xuddiki robotga qaragandek qarayapsiz. Robot ham biladi hattoki. Ongli insonga qaragandek muomala qilmayapsiz, rol o'ynayapsizda. Hasakamdan kulib, hasakamdan u yoq bu yog'ini silab, nima bo'lsa ham haligi eng ayollarni noto'g'ri qiladigan ishi nima bu yerda bilasizlarmi? Bitta ko'ylak oldirmoqchi bo'lsa yoki bitta to'yga bormoqchi bo'lsa, yo biror joyga bormoqchi bo'lsa, o'zini manfaatini qo'yib qo'yadi-da, keyin eriga yaxshi gapiradi. "Voy dadasi, siz yaxshisiz." Buni erkak kishi ham biladi, "Ha, bugun boshqachasan-a" deydi. Yaxshi masajlar, oyoqlarini vannalar qilib qo'yishi mumkin. Shunaqa yaxshi rol o'ynab beradida, yaxshi xotin pozitsiyasida bo'ladida. Uje pastel tugagandan keyinla manaqa desa, "Men sizdan shunaqa narsa so'ramoqchi edim" desa, "Ha, o'zim ham biluvdim-a" deb ba'zi insonlar aytadi unda ham. Ba'zilari aytadi, lekin ba'zilari aytmaydi. Ichida biladi, "Ha, demak, sen ishing tushsa, shunaqa muloyim misha bo'lib olasan" deydi. Qaranglar, bu narsa eng yomoni. Eng erkakni robotdan ham battar bitta cho'ri qilib qarashimiz. Uni shaxs sifatida ko'rmasligimiz. Aynan shu narsa sizni xiyonatdan, eringizdan uzoqlashtirishga sabab bo'ladigan narsa. Chunki bu shartsiz sevgi degan narsa yoki turmush o'rtog'ini qadrlab, e'zozlash degan narsa umuman boshqacha bo'ladi.